og'riqlar belda, qo'l orasida, Tuxumdonlarda ham. Ha, bo'lyapti. Farzandlaringiz bormi? Nechta? 3ta. Rodlaringiz qanaqa o'tgan? Kesero bilanmi? Yo'q, tabiiy. Sevishda muammo bormi? Ko'p bo'lib qoldi. Ko'p. Suyuqlikda qanday ichyapsiz? Yaxshi ichibman. Ko'p ichasiz. Bir kunda necha mahal? Juda ko'p ichmasam, yaxshi ichaman. Anaqa xullas diyetaga tushib olganman-da. Xo'p, asalim, sizda ko'proq muammo bo'lyapti ginekologический tomondan. Lekin men tomondan pochkalaringiz yaxshi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q pochkada. Siydikda shamollash bor. Bu unaqa xavfli emas, yengil shamollash deymiz. Xo'p, og'riqlar. Siyib bo'lgandan keyin og'riqmi? Yo'q, marandi bo'lyapti-da. Qanday? Aynan siyishga bog'liq emas. Siyishga bog'liq? Yo'q, bog'liq emas. Marandi hali turibdi-da, yo'q emas. Organizmda bitta joyingiz og'riydi-yu, turadi. O'shlasizmi hali? Xo'p, chunki nevrologический ham bo'lishi mumkin-da. Tushundingiz? Tuxumdonlarga beraman. Nevrologический ham o'sha og'riqlar, mana siyishda muammo yo'q. Siyaverasiz. Endi ko'proq qachon achishish, og'riq bo'lsa, yo'q, unaqa narsa yo'q. Nevrologический ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bitta nevropatolog ko'rigi bizga kerak asalim. Xo'p. Men sizni o'zim maxsus tekshiruvlarimni o'tkazaman, kresloga olib chiqib, testlarim bor, kashlyovoy test deyman, uni qilib ko'raman. Agar u tomondan yaxshi chiqsangiz, qizim, unda nevrologический bo'lib chiqadi. Bor shamollash, yengil shamollash, unaqa buzuli, xuddi shunaqa. Unaqa xavfli yo bir nima yo'q sizda.